Assalomu alaykum azizlar. Bugun 7-yanvar 2026-yil. Buxoro Umra jamiyati xodimlari yana aeroportda biza hozirgina Buxoro Madina yo'nalishi bo'yicha uchib ketgan hojilarimizni aeroportdan kuzatib qo'ydik. Endilikda Buxoro Jidda yo'nalishi bo'yicha uchib ketayotgan hojilarimizni kuzatish arafasida biza. Allohim ushbu yilda bizlarni ham takror va takror o'zining baytiga haj va umra amallariga borishimiz nasib qilsin. Kimki otalarni, onalarni, yaqinlarini umra safariga jo'natmoqchi bo'lsa yoki o'zi umra safariga niyat qilgan bo'lsa, inshaalloh bemalol murojaat qilaverasizlar. Buxoro umra jamiyatiga pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. 24 soat bemalol aloqada chiqib, bemalol o'zingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. 7-yanvar kuni Buxoro Jidda yo'nalishida umra safariga ketayotgan hojilarimiz hammalari aeroportga yig'ilishganlar. Xudo xohlasa, hozir registratsiya ochilgandan so'ng hammalari birin-ketin registratsiya o'tish boshlaydilar. Hojilarimiz registratsiyadan birin-ketin o'tib bo'lishyapti. Xudo xohlasa, ular to'g'ri Buxorodan Jidda aeroport tomonga uchib ketishadi.